Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. 17 sentyabr günü Amerika Asaslı qanun və vətəndaşlıq günü. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti məzkur günni təbrikləb mundaq dedi. Amerikanın Asaslı qanun gününü təbrikləmiz. Şərq Türkistanның Asaslı qanun boyunca başquruşqa bolğan bağlanışını yana bir qatim təkidləyimiz. Şərq Türkistanның asası qanun boyunca başquruşda çiң turadiganligini yana bir qatim ta'kidlaymiz. Şərq Türkistan Cumhuriyeti və onun növbətdəki hökuməti bo'lish sifatimiz bilan Allah bergan haq huquqlarga, demokratik hakimiyetning мәңгүлек kuchiga bo'lgan tavranmas ishonchingizni o'rtoqlashimiz dedi. İctimai axborot vositalarida ham bahirladi. Türkiye Milliyetçi Hareket Partisining rahbari Davlat Bahçeli Türkiye, Rossiya va Xitoy cho'qim ittifoqlashishi kerak dedi. Sol xabar torining 18 sentyabr kunidagi xabariga qaraganda, Türkiye Milliyetçi Hareket Partisining rahbari Davlat Bahçeli tashqi siyosatda yangi ittifoqni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, Isroilni tahdid deb tasvirlab, Tel Aviv hukumatiga qarshi Türkiye, Rossiya va Xitoydan tarkib topgan ittifoqni qurishni o'tirg'a qo'ygan. Amerika va Isroilga qarshi xalqaro sahnada yangi front etishga chaqirgan Bahçeli, Türkiye, Rossiya va Xitoy cho'qim ittifoqlashishi kerak degan. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 18 sentyabr günü Bahçelining bu bayonotlarga qarshilik ko'rsatib, o'zini Türk milliyetçisi deb atab, Türklərning bo'shki vatani bo'lgan Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qartilgan Xitoyning ishg'oliyati, mustamlikchiligi va irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumib, Türklərning tarixiy dushmani bo'lgan Xitoy bilan ittifoqdoshlik izlayotganlar qarindosh emas, balki xiyonatchidir dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtəmin Əli Əpəndi Eydgah məscidində namaz oxuyan Pakistan prezidentini tənqid qildi. Dünya xəbərləri torining 22 sentyabr kunidagi xabariga qaraganda, Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari shanba kuni Qashqardagi tarixiy Eydgah masjidini ziyorat qilgan. Qashqarga ziyoratga kelgandan keyin Qashqar viloyatlik partkomining sekretari Yovning bilan ko'rishgan. Eydgah masjidining imomi Muhammad Juma tarafidan qizg'in qarshi elingan. İmam məscidning tarixi və bugun haqida tushuncha bergan. Ziyorat asnosida asr namozini o'qigan. Eydgah masjidining haybatlik binokorlik san'atiga hayron qolganligini bildirgan. Xabarda bu ziyoratning Pokiston bilan Xitoyning madaniyat va tushunishini ilgari surish, shundoqla ikki davlat munosabatini kuchaytirishga hamkorlikning kun sayin kuchayayotganligini aks ettirganligi alohida ta'kidlangan. Pakistan prezident sarayining bayonotida prezident Zardarining ziyorati Pokiston bilan Xitoy o'rtasidagi uzun muddatlik do'stlikni mustahkamlashning yana bir qadami bo'lib, har ikki davlat o'zlarining tarixiy aloqasini texmo cho'nqurlashtirib, tinchlik, muqimlik va gullanishdan iborat o'rtaq nishonni ilgari surishga va'da berdi deyilgan. Prezident Zardari keyin Urumchiga yetib borgan. U atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik kompartiyaning sekretari Chun Xiaojang bilan Urumchida ko'rishganda, atalmish Xinjiang bilan Pokistonning shimolidagi rayonlarning aloqasini kun sayin kuchaytirish orqali madaniyat va iqtisodiy rishtani texmo kuchaytirishni umid qilganligini bildirgan. Zardari Pokiston Xitoy bilan terrorlik va oshqo'llikqa qarshi turishda davomli tirishadi. Shuning bilan bir vaqtda dehqonchilik, yasamachilik, chorvachilik, sanoat, konchilik va yangi texnika qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytiradi degan. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtəmin Əli Əpəndi bununla ictimai axborot şubası X-də inkas qaytırıb, Uyg'urlar hammamizga o'rtaq yaratquchining ismini eg'iziga ololmay, masjidda namoz o'qiy olmayotganda, bu masjidga kirib Allohga duo qilishning nima ma'nosi bor? Irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'lgan millionlagan Uyg'urlarning qini oqqan bu tuproqlarda irqiy qirg'inchilikchi hokimiyatni qo'llab namoz o'qish, Allohga duo qilishning nima ahamiyati bor? O'zingizni va Allohni aldab namoz o'qish, duo qilishning nima ahamiyati bor dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtəmin Əli Əpəndi Xitoyda ishlab chiqarilgan paxta raqlarning hammasi degudek mustamlika muhitidagi Uyg'ur xalqining qini, ko'z yoshlari va terlarini aks ettirdi dedi. İngliz xabarlari torining 19 sentyabr kunidagi xabarda aytilishicha, atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining paxta ishlab chiqarish miqdori taxminan 5 million 690 ming tonna bo'lib, 2024-yili butun mamlakatning 92,3%ni egallab, uda 32 qitim davlatning eng chong ishlab chiqaruvchisi bo'lish o'rnini saqlab kelgan. Jungoning yangi davrdagi Xinjiangni boshqarish ko'rsatmasi amaliyat va muvaffaqiyat mavzuliq hujjatda yer haydash, terish va yig'ib olishdagi mashinalashtirish nisbati 97% ga yetdi deyilgan. Xitoyning zuvoni bo'lgan Xinhua xabarlarimi buni ijtimoiy axborot shubasi X-da xabar qilgan.
Cumhur Reisimiz Doktor Memtiminala Efendi bununğa rəddiyə verib, Xitayning kiyim-kechak sanoati Sharq Turkistondagi paxta ishlab chiqarishga tayinadi. Muhimi Uyg'ur majburiy emgakiga tayinadi. Davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Xitayning dunyo kiyim-kechak bozorida raqobatchi bo'lishni belgilaydigan iqtisodiy o'lchamga ega. Xitoyda ishlab chiqarilgan paxta raqlarning hammasi degidek mustamlika muhitidagi Uyg'ur xalqining qini, ko'z yoshlari va tarlarini aks ettirdi dedi. Moğol Xaqani Chingizxon Buxara shahriga hujum qilganda qarshi tarafning badirligi va mudofaasining kuchlikligi sababidan shaharga bosib kirishga amalsiz qolganda shahar aholisiga maktub yozib, kim bizning tarafimizda turib bizga qarshi urush qilmay taslim bo'lib qurol tashlasa amonlik berildi. Bundan keyin bexatar xotirjam yashaydi dedi. Bu maktubning mazmuni shahar aholilarini ikkiga bo'lib etdi. Birinchi qatordagilar har holatda qarshilashda ching turishni ham eng oxirgi hayot qolgan kishiga qadar shaharni qo'g'dab urush qilishni tashabbus qilib rad qildi. Ikkinchi qatordagilar Mo'ng'ullarning zulmidan ansirab taslim bo'lishni muvofiq ko'rib shaharni topshirishga qo'shildi. Chingizxon taslim bo'lib bo'ysunishga qo'shilganlarga yana maktub yo'llab mundoq dedi: Agar sizlar biz tarafga o'tib biz bilan bir safda bizga qarshi chiqqanlar bilan urush qilsanglar, biz sizlarga davlatinglarni boshqarish huquqini berib, mansab tutib hokimiyat yurgizish imkoniyatiga ega qilamiz. Bu maktubni o'qigan qo'rqinchoq vatan sotqinlari Mo'ng'ullarni saqlab turmay, darhol qo'liga qurol olib, o'z musulmon qarindoshlariga o't ochib, urushni boshladi. O'zaro ichki urush avjiga chiqdi. Albatta, Mo'ng'ul qo'shinlari qarab tomosha qilib turadi. Oxirida Chingizxonga bosh ekkan xiyonatchi mal'un vatan sotqin tarafdorlari g'alaba qildi. Ammo kishini hayron qoldirdigani shuki, Mo'ng'ul Xaqani Chingizxon jang tugishi bilan maydonga tushib, xiyonatchi tarafdorlaridan qurolni olib, ularni bo'g'izlab o'ldirishga buyurdi. Ondan o'z qarindoshlariga vafo qilmaganlardan bizdek yetkishlarga hargiz vafo kelmaydi degan mashhur so'zni qildi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.